Uylanganlar, uylanib bo'lganlar, uylanadiganlar, xotininglarga shundoq so'zni aytinglar. Mana shu iboralarni yodlab olinglar. Xotiningiz xato qilgan bo'lsa, gunoh qilgan bo'lsa, onangiz xafa, uyingizdagilar xafa bo'lgan bo'lsa, men hozir bunni adabini berib qo'yaman. Qani uyga kirchi deb olib kirib quloqdagi bang etib solmang. Urmang. Uyga olib kiring, o'tkazing va shu iboralarni ayting. Xotin, meni shu ona 9 oy qornida ko'targan. Xotin, meni shu ona 2,5 yil sovuq beshigimni bag'riga bosib emizgan. Xotin, shu ona izorim meni ko'tarib boshimni ming joylarga niyoz qilib u yoqqa chopgan. Xotin, shu onam mening fazlimni, kamolotimni, baxtimni so'rab erta-yu kech Xudodan so'ragan. Xotin, Xudo Qur'onda shu gapni gapirdi menga. Rizoulloh fi rizoil validayn. Allohning roziligi ota-onangni roziligida dedi. Sendan iltimos, meni shu ona jannatim. Shu jannatga kirishimga sen menga yordamchi bo'lgin. Kel, sen meni jannatga kiradigan yo'limda menga yetakchi, birga yordamchi bo'lgin. Meni do'zaxga yetaklamagin. Ko'rmaysanmiki Alqama roziyallohu anhuni? Jon xotin, Alqama zabonlariga iymon kalimasi kelolmaganda Rasululloh sahobalarni jo'natinglarchi, Alqamaning onasi tirikmi dedilar. Xotin, shunda sahobalar borib, Alqamaning onasi tirik ekan deysa, boringlar chiqi, onasi rozi ekan desa, u meni deb, u xotinini deb menga ko'p ozor bergan desa, Rasululloh gulxan qilinglar dedilar. Eshitgansan hoji bu? Gulxan qilinglar, katta olib kelib teraklari-yu, uzumlarni-yu, o'riklarni-yu hammasini kesib, quruq mevalarni olib kelib o't yoqinglar, Alqamani olib chiqib tashanglar dedilar. Shunda ona izor yig'ladi. Ya Rasululloh, meni bolamni-ya? Men 9 oy qornimda ko'targan bolamni-ya? Men 2 yil emizgan bolamni-ya? Men kecha kunduz Xudodan so'ragan bolamni yo'qasizmi ya Rasululloh? Baribir yonadi-ku bu hozir. Sizni norozi qilib ketyapti, bu yonadi baribir. Undan ko'ra shu dunyoda yonsin. Nima qilay ya Rasululloh? Eshitaman, sizdan rozilik kerak xolos. Siz rozi bo'lsangiz, bu inshaalloh bu otash jahannamdan qutuladi. Ya Rasululloh, siz guvoh bo'ling, meni bolamni yoqmang. Men bolamdan ming roziman dedilar. Abu Bakr Siddiq yugurib kirsalar, Hazrat Alqama la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb kalima shahodat zabonlarga joriy bo'ldi. Jon xotin, endi o'ylab ko'r. Rasulullohning davrida sahoba bo'lgan, buyuk xizmatlar qilgan zotlar onalarining rozi qila olmaganliklari tufayli yaqin iymonsiz ketib qoldilar. Men iymonsiz ketib qolmay, men kofir bo'lib qolmay, kofirga xotin bo'lib qolmagin, iymonsizga xotin bo'lib qolmagin, iymonimni hamrohi bo'lgin, iymonimni birga asrashimda sen menga yordamchi bo'lgin. Onam g'animat. 3-4 kun xizmatlarni qilib duolarni olsak, ertaga sen ham qaynona bo'lasan, ertaga sen ham kelinlar bo'lasan, o'shanda kelining duoyini oladi. Desa nima bo'ladi? Shu jumlalarni har bir yigit o'z xotiniga aytsa nima bo'ladi? O'lmay. Osmon tushib ketmaydi-yu, yaxshi insonga aylanadi inshaalloh.